Otabek aka 2 million siz oling. 2 million. Yeb ko'ring aka. Bugun sovuq kun. Menga rosa shunaqa ochigim keldi o'zi ham. Bir dona bedana tuxum ham tutib olsam maylimi aka? Go'shtni olib qolasan? Go'sht solmaysizmi 2 milliga? Bugun oshimizdan o'zib yeb ko'raychi dedim. Kun sovuq jigarlar. Qani, bismillah. Nima olyapsan? Qaynoq qara. Yana tuxumlar ketadi. Voy. Kimni bosib qolgan? 2 million oshigan hammalar taklif qilamiz a. To'y oshimizdan narxi 27 ming bilasizlar hammalar mana. Ko'rmasdayu. Voy. Kech chiqaradi, kechsa. Hammalarni kutib qolamiz to'y oshini yeyishga. Bitta like bosib qo'yinglar.